Ayollarning uyda erlarga iqtido qilib namoz o'qishi. Savol. Assalomu alaykum. Odatda shom namozining vaqti qisqa bo'lg'achqa, uydagi ayol hammamiz tangli namozga turamiz. Erlar jamoat bo'lib o'qiydi, biz ayollar ayrim-ayrim o'qiymiz. Erlarning keynida turib o'qisak bo'lmamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Uyda bo'lsin, masjidda bo'lsin, ayollar erlarga iqtido qilib namoz o'qisa, jamoat bilan o'qiganlik fazilatiga erishadi. Nafi Abdullah ibn Umar raziyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati yolg'iz o'qilgan namozdan 27 daraja ortiqdir degan. Yana bir rivoyatda jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati yolg'iz o'qilgan namozdan 25 daraja ortiqdir deb kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda nafl namoz o'qiganda ayol kishi Rasulullohga iqtido qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu so'zlab berdiki, uning momisi Mulayka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun taom tayyorlab, u zotni chaqirdi. Rasululloh taom yeb bo'lib, "Turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray" dedi. Anas radhiyallohu anhu so'zini davomlashtirib dediki, uzun ishlatganlikdan qaridab ketgan bir bo'rimiz bor edi. Men u bo'riga suv sepib etdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men va yana bir kichik bola bilan namozga turdi. Momam bizning keynimizda turdi. Ondan Rasululloh bizga 2 rakat namoz o'qib berdi. Shunga erlar uyda namoz o'qigan ahvolda ayollar erlarga iqtido qilib bu fazilatni qo'ldan bermasa yaxshi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 59 numurliq fatvo.